rejalashtirib qo'ygan planlarimdan biri edi. Nasib qilgan ekan, o'sha kechagi syomkaga to'g'ri kelib qoldi. O'sha yerda bor gaplarimni aytdim. Endi bu gaplarim ertadan keyin syomkaga chiqqanda kim qanaqa tushunadi bilmadim. Nima desam bo'ladi endi. To'liq fikrimni ayta olmadim, lekin o'sha aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, bu artist loyihasida konkursga mos ishtirokchilarni qolgani yaxshi, chunki biz baribir xalqda nima deydi, ichidagi o'sha xalqona qo'shiqlarni ijro qilib, xalqimizga yoqadigan qo'shiqlar bilan baribir chiqqanmiz. To'g'risini aytsam, repertuar masalalarida ham bizda misol uchun o'sha konkursga mos qo'shiq bo'lmaganligi uchun ustozlar kelgan o'sha hakamlar to'g'ri